Bunday yaqinroqdan ham ko'rsatib qo'ysangiz. Bursatkaga endi qancha garantiya berasiz usta aka? Shu xonadon egasi bilan ham ozgina suhbatlashamiz. Usta akalarimiz qanaqa ishladi, shular haqida ham ozgina ma'lumotlar berib o'tamiz. Usta aka, rahmat sizga. Xudoga shukr, men adashganim yo'q usta tanlashda. Burchatga chiqaradigan sex tanlashda adashganim yo'q. Ozgina shikoyat bilan ham chiqdi. Tunuka fon masalasi bo'yicha ashuni ham aytib o'ting, opa. Tunuka fon shat kelganda $2000 sanab beraverdim. Lekin ish jarayoniga kelganda menga qanaqa sifatli chiqyaptimi, sifatsiz chiqyaptimi deb kelmadi. Mana qadrli obunachilar, Muhammad Yusufda sexiga ham kirib keldik. Necha xil fasondagi bursatkalar bor Muhammad Yusuf endi. Lekin klient xohishiga qarab xohlagan fasondagini chiqarib, fasonni xudo olsa chiqarib beramiz, u ham ob'yomga qarab. Hozir bu brachkadan kuniga necha pul topasiz desam 100 ming topaman deyapti. Qadrli obunachilar. Bunimiz ichkarida aytib o'tganimizdek dojlik, nomi dojlik. Aha. Sig'anchiligi ham zo'r, xudo olsa oyoq ushlaydi 100%. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Andijon viloyat Izboskan tumaniga kelganmiz. Bu yerga akalarimiz shunaqa chiroyli bursatga bosib berishibdi. Shu bursatkani 1 kvadratini necha puldan bosishyapti Andijonda usta akalarimiz shular haqida ma'lumot beramiz. 1 kvadrat bursatkani narx-navosini ham sizlarga yoritib beramiz. Xudo xolasa. Usta aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Xo'p, bursatkalaringiz chiroyli chiqibdi, xudo xolasa aka. Qanaqa fasonda bursatga bosib berdingiz bu xonadonimizga aka? Shu sultonni kattasi bo'ldi. Sulton saroy deb qo'yadi aka? Ha, shundan bo'ldi. Xo'p, Granitli qilib, endi panoklar qo'yib, ikkita panok qo'yib, chiroyli qilib berdik. Ha, mana kosmosni to'g'risiga tushirib beribdi. Hurmatli obunachilar, kosmosni ko'rsanglar, to'g'risiga tushirib beribdi. Xo'p, necha puldan qilib beryapsiz Andijon bo'ylab? Yoki bo'lmasa bu xonadonga 50 ming so'm bo'ldi xizmat 1 kvadrati. Bu xonadonga 50 ming so'm bo'ldi. O'zi 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha xizmati bo'ladi. Joyiga qarab, burchatkani shakliga qarab, granitli, granitsiz. Ana. Yaxshi. Bunday yaqinroqdan ham ko'rsatib qo'ysangiz. Bursatkaga endi qancha garantiya berasiz usta aka? Xo'p, eng kami 5 yil, 10 yil, 15 yil. Eng kami 10 yil. Turaveradi, xudo Eng kami 5 yil, 10 yil, 15 yilgacha turaveradi deb aytib o'tyapti. 5 tonnagacha. 5 tonnagacha ko'taraveradi. Ana shuni so'ramoqchi. Rastovorga bosilgan. Xo'p, kamerachi kelaverinchi bu yerda qadrli obunachilar, shu bursatga chiqaradigan sexda egasi ham bor. O'sha akamiz bilan ham suhbat olib boramiz. Usta aka kelavering. Usta aka hali siz bilan so'raydigan narsalarimiz ko'p. Xo'p, mana uni nima dedingiz nomini aka? Panok. Panokni aliginaqa bosayotganda buni narxi alohida bo'ladimi yo bursatka bilan? Biz o'zi alohida bo'ladi, lentasi alohida bo'ladi, borduri alohida bo'ladi. Bizda hammasini bitta qilib turib aytamiz. Hammasi ichida 50 ming so'mdan bo'ldi. Hop, mana shu xonadonga hamma yo'q ichida 50 ming so'mdan. 1 kvadrati. Xo'p, necha kvadrat bo'ldi bu yerga? 230 kvadrat. 230 kvadrat. Bu yoqlarni ham ko'rishinglar mumkin. Bu yoqlariga mana. Xo'p, Sulton saroy fasonida qilib, hamma yo'g'i mana shunaqa fasonda bo'libdi. Yaxshi, manaqa narsalari ham bor, bursatga chiqaradigan akalarimiz. Nima edi uni nomi aka? Bordyur. Bordyur? Bordyur. Bordyuri bor, kolodisi bor. Manaqa kolodislarda ham har xil razmerdagisi bor. Mana ham. Bularda ham narx-navolarni aytib, yoritib beramiz. Sexga ham boramiz, qadrli obunachilar mana. Bu kolodis. Kolodisdagi grant qilib qo'ydik buni. Tayyor, chiroyli. Xo'p, yaxshi. Qayergacha xizmat qilasiz usta aka endi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilaverasiz. Xudo xolasa. Endi joyiga, shakliga qarab narx-navosini kelishamiz. Narx-navosini kelishamiz. Yaxshi, endi qadrdonlar, shu plitga chiqaradigan usta akamiz bilan ham ozgina suhbatlashib o'tamiz. Plitga sexga ham Bursatga chiqaradigan usta akamiz bilan ham gaplashib o'tamiz. Bursatga chiqaradigan sexga ham borib, bir video syomka qilib sizlarga taqdim etamiz. Hamda shu xonadon egasi bilan ham ozgina suhbatlashamiz. Usta akalarimiz qanaqa ishladi, shular haqida ham ozgina ma'lumotlar berib o'tamiz. Usta aka, rahmat sizga. Salom. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Siz mikrofon taqib olamiz. Bu yoq jivoy bo'ladi, qadrli obunachilar. Xo'p, aka, bu Sulton saroydan boshqa necha xil fasonlaringiz bor? Xo'p,
Hozirgi kunda modadagi narsalarimiz 10 xildan oshiqroq chiqaryapmiz. Hamma turidan bor, aytilgan turidan qilib beraveramiz. Unisidan muammosi yo'q, xudo xolasa kelishilgan nimada qilib beraveramiz. Xohlagan turidan burchatgani, posonini, rangini, shaklini farqi yo'q. Xudo xolasa. Yaxshi. Buni ham endi hozir bu yerda emas, burchatga sexga borib, har xil fasonlarni ko'rsatib, bunisini narxi necha pul, bunisini narxi necha pul deb gaplashib o'tamiz. Usta akamiz ham mana shu burchatga chiqaradigan sexning egasi bo'ladi. Narx-navolarni hamma yo'g'ini aytib o'tamiz. Qadrli obunachilar, bu xonadonda egasi kameraga chiqishga haligini qildi. Ayol kishi ekan. Opa, ustalarning ishidan ko'nglingiz to'ldimi? Avvalo assalomu alaykum. Xo'p. Alaykum Meni assalom. xonadonimga xush kelibsizlar. Rahmat. Allohga behisob shukr. Men adashganim yo'q usta tanlashda. Burchatga chiqaradigan sex tanlashda adashganim yo'q. Allohga behisob shukr. Burchatga chiqargan bolaga ham tan jonlari sog' bo'lsin. Juda ham yaxshi sifatlik. Juda ham chiroyli qilib chiqarib berdi. Usta bolalarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli ishlab chiqarishib berdi mana. Aytgan muddatidan oldinroq qilib, sifatli qilib chiqarib berdi. Burchatkalarni bosib berdi. Xo'p. Rahmat. Hozir opamiz bir kelganimda menga bir ozgina shikoyat bilan ham chiqdi. Bu tunuka fond masalasi bo'yicha. Ashuni ham aytib o'ting, opa. Tunuka fondda hurmatli nimalar? YouTube ahli. Xo'p. Tunuka fond qilishda ustani adashmanglar, usta tanlashda. Menga 10 kunda qilib beramiz deb. Xo'p. 10 kunda qilmadi. 25 kunda qilib berdi, keyin 19 yoshlik yosh yigitlarni qo'yib berdi menga. Shogirdlarni qo'yib berdi. Pulga kelganda, opa pul kerak deydi. Shat kelganda $2000 sana beraverdim. Lekin ish jarayoniga kelganda menga qanaqa sifatli chiqyaptimi, sifatsiz chiqyaptimi deb kelmadi. O'shanaqa bo'ldi. O'shaning uchun usta tanlashda adashmanglar. Hamma ham ustaman degani bilan ish bilan ishni farqi bor ekan, usta bilan ustani farqisi bor ekan uka. Men ancha meni diqqat qilib qo'ydi tunuka fondchilar. Burchatkadan unaqa qilmadi. Burchatkada gap bo'lishi mumkin emas. +5 bularga. Rahmat sizga, opa. Mayli, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin bu burchatkalar. Ilohim buzilmasin, sinmasin. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat opa. Salomat bo'ling. Mana qadrli obunachilar, Muhammad Yusufda sexiga ham kirib keldik. Endi burchatkalar haqida sizlarga narx-navolarini, ma'lumotlarni beramiz. Muhammad Yusuf, bir aytaversak. Bu akamiz oq sementli miramirli burchatga hisoblanadi. 100% oq sement, mana tiniq. Orqalari ham bir sloyli burchatkamiz. Qalin razmerlari ham, razmeri 17 ga 17, 18 ga 18 qalbimiz. Fasonimiz. Bunda nom yo'q. Nom yo'q. Yaxshi, o'zi buni ham misol uchun Sulton saroyiga o'xshatib qilsa bo'laveradi. Mahsuloti bir xil, ikkovini. Prosta bu yerda rangida farqi bor, shaklida farqi bor. Ikkovini mahsuloti bir xil, 100% bir xillik narsa. Xo'p, mana bunday optoga qilsam, uni o'dinchi joylarga qalinligi hamma yo'g'i bir xil. Shu rangida jicha farqi bor. Buni seriyaga tortadi. Musvet rang deb qo'yiladi, miramirli. Bu rangiga qanaqa garantiya bo'ladi? Ranglariga javob beramiz, xudo xolasa. Ranglari yaxshi turibdi, sinovimizdan o'tgan. Xudo xolasa muammosi yo'q. Nech puldan buni 1 kvadrati? Bunimizni kvadrati 55 ming so'mdan qilib beryapmiz. Shunday kelishib beramiz, xudo xolasa. Oxiri buni endi hozir Muhammad Yusuf aytayaptiki, qadrli obunachilar, sementlarning narxi oshgani uchun bu burchatkani ham narxlar ko'tarilibdi. Anchagina o'tgan yildan farqi ancha katta ekan. Bularimiz-chi? Bularimiz ikki xil burchatka bosiladi. Nomi dojlik hisoblanadi, dojlik deyiladi. O'rtasida bolasi ham bor, qora. O'zi ikkovi komplekt hisoblanadi. Xo'p, oqqa seri. Bunimizning narxi arzonroq bo'ladi. 50 ming so'mdan qilib beryapmiz bular. Kvadrat 50 ming so'm. O'rtada nariginimiz ichida narxi arzonligi uchun qo'yib suvi narx chiqadi. Bularimiz yangilik. Endi chiqardik, endi reklamalar qo'yildi. Hali xonadonga bermadik lekin. Ularimiz nech puldan chiqyapti kvadrat? Bularimizni bolasi oq bo'ladi. Bu ham neobishniy boshqacha rang. Mana bolasi ham oq sementli 100% narsa. Bularimiz narxi 70 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa 70 ming so'mga chiqdi hisobi.
yangi bir kvadrat. narsa, 1 kvadrat. Xo'p, yaxshi, qadrli obunachilar, mana ko'ringlar. Bursatkalarda endi necha xil fasondagi bursatkalar bor, Muhammad Yusuf endi? Xo'p, bu yerda hozir ishlayotgan fasonimiz 7-8 xil modadagi narsalar ishlayapti. Lekin klient xohishiga qarab xohlagan fasondagini Xohlagan chiqarib, fasonni xudo olsa chiqarib beramiz. U ham ob'yomga qarab. Agar 100 kvadrat, 50 kvadrat bo'lsa, buni imkoniyati yo'q. Chunki qalbni narxlari baland. Haligi ob'yom kattaroq, 150-200 kvadrat atrofida bo'lsa, qilib beramiz xudo olsa. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Xohlagan fasonida. xo'p, yaxshi Muhammad Yusuf, endi bu yoqlarda ham mana usta akalarimiz ishlab turibdi, qadrli obunachilar. Ish jarayoni ketyapti. Hozir bu brachkadan kuniga necha pul topasiz desam, 100 ming topaman deyapti. Qadrli obunachilar. Yaxshi-da, jismoniy mehnat yoshligidan pishadi-da, Muhammad Yusuf. O'qishdan keyin ishlashyapti xudo olsa. Yaxshi. Xo'p, bu-chi Muhammad Yusuf, bu qanaqa Bularimiz fasonda? ham nomi Astana deyiladi bu qalbimizni. 30-30 razmerda. Bu ham yangilik fason, gullari ham yangilik, mana qalblari ham yangi. Silliq chiroyli chiqadi. Xudo xolasa biragiga anaqasiga javob berilgan holatda qilib beramiz sifatlariga. Buni ham rangi o'zgarmaydi-a? Buni ham rangi bir xil, 100% oq sement, miramir oq qumga chiqadi. Ichida shebionka toshi bor xolos. Rang deyarli yo'q bu ishlarimizda. Rangli ishlarimiz mana bunaqa bo'ladi. Bular mana rangga chiqadi. Bunda rang o'zgarish nisbati ko'proq. Bundan nisbatan baribir o'zgarish kattaroq bo'ladi bunda. Bu rangga chiqqani uchun. Buni necha pul kvadrat? Buniki 40 ming so'mdan beryapmiz. 40 ming so'm. Bu arzonroq ekanda. Bu arzonroq, shuning uchun arzonroq bo'ladi. Uni sifati, mahsulot sifati kuchliroqligi uchun narxida jicha farq qiladi. Yaxshi. Buni ham ozgina arzonrog'i bor deb aytib o'tdingiz-ku, Muhammad Yusuf. Bunisi bor. Bunisi 2 sloyli mana burchatka, qalinligi qalin bo'ladi. Oldi ko'rinishi bir xil. Bunga ham garantiya beramiz, chunki orqasida rastvorini ham qo'yamiz o'zimiz. Rastvor qatimagan holatda qo'yamiz. Bu keyinchalik ajralib ketadi degan narsalar bor odamlarda, nimasida fikrida. Unaqasiga javob bergan holatda qilib beramiz. Narxi 10 ming so'mga arzonlaydi. Buni 45 ming so'mga qalinligini 3 sm da qilib beramiz. 3-3,5 holatda chiqadi. Yaxshi, tashqi ko'rinishi sizlarga ko'rinishi bir xil mana. Bir xil narsa. Faqat orqasi buniki oq bo'lar ekan, buniki qora. Bu endi sementida farqi bor. Sementida farqi bor. Orqasida rastvor, arzonroq rastvor. Arzonroq. Oldidagi bir xil bu bilan, ikki qalinligida farqi bor bu narsani. Bunisi 2,5 chiqsa, bu 3,5 chiqadi. Shuni hisobiga, bu orqasida rastvorning hisobiga narx arzonlaydi. Yaxshi, bu baquvvatroq ham Bu baquvvatroq, xudo olsa, bunisi baquvvatroq. Endi buni odamlarga tavsiya qilyapmiz. Oldin odamlar ikkinchi sloy ajralib ketadi degan narsa bo'lardi fikrida. Bo'lgan bu narsalar, lekin bizda stanovlar o'zimizga yetarli holatdalik uchun bu narsani yana qayta ishlab chiqardik. Ajralib ketishiga xudo olsa garantiyasini beramiz. Endi Muhammad Yusuf, tashqarida reklamangizni har bitta bursatga terilgan jarayonni ham bir ko'rsatib o'tsak-a, obunachilarga. Bo'ldi, ko'rsatamiz. Xo'p. Muhammad Yusuf, endi bu bursatkalarimizni narx-navolari bilan obunachilarga tanishtirish bersangiz. Xo'p. Bunimiz ichkarida aytib o'tganimizdek dojlik, nomi dojlik. Sig'anchiligi ham zo'r, xudo olsa, oyoq ushi edi, 100%. Xo'p, bunimizning narxi 50 ming so'm. Xudo xolasa 1 kvadrat, 1 kvadrat 50 ming so'm bo'ladi. Dastavkalari qanaqa bo'ladi keyin? Dastavkasini shahar ichiga bo'lsa qilib beramiz. Shahar ichiga qilib beramiz. Agar uzoqroq bo'lsa, endi manzil uzoqroq bo'lsa, kelishilgan holatda yetkazib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, bu burchatkani 1 kvadrati shu sexdan olib ketishinglar bo'ladi. Usta haqqi necha pul bo'ladi? Usta haqqi joyiga qarab 40 ming so'mdan 60 ming so'mgacha ishlashyapti hozir ustalarimiz. 1 kvadratini. Joyda xizmatiga qarab buni joyida. Buni ham misol arzonroq ko'rinishda qilsa bo'ladi. Mono holatda hammasini однотонный misol seriya olaman desa 40 ming so'mga arzonlaydi burchatkamiz narxi. Agar однотонный oq olaman, seriyasini chiqaraman desa, unda 55 ming so'mga ko'tariladi. Xo'p, yaxshi. Bularimiz qanaqa fason? Bularimiz Sulton hisoblanadi. Sultonni yangi chiqqanidan mana shu chegasi parketli. Boya videoda ko'rsatganimizdek bosilgan joyini ham ko'rsatdik. Xuddi Ashpasonni seriy svetdagisi bu. Qalblarimiz ashuna. Bu ham 55 ming. Bularimiz 55 ming so'mdan, xudo xolasa, 55 ming. Bu o'rtadagi granitlari
Bu o'zini ichida, bu o'zimizdan chiqadigan kubik hisoblanadi. Bu yerda granitli burchakka terilmagan reklamaga. Yaxshi. Hammasi o'zimizda chiqayotgan mahsulot. Kubiklari bilan, Kubiklari bilan komplekt holatda. Kubiklari bilan shu 55 ming so'm bir kvadrat. Ko'rinishda xudo xolasa. Bularimiz aytganimizda yangilik. Endi reklamalarga chiqdi mana. Xo'p, haligi ichkarida ko'rsatgan burchatkamizni ashi razmerda 18 ga 18 razmeri. Bularimiz mono holatda bo'lsa 55 ming so'm. Agar bu holatda bashi rangda bo'ladigan bo'lsa 70 ming so'm xudo xolasa qilib beramiz. 70 ming so'm. Bashi holatda bo'ladi xudo xolasa. Sifatiga javob beramiz bu ham. Yaxshi narsa. Xo'p. Buni bosoni boshqa, narxlarimiz ashi. Bosoni bo'lay xolos bu qalbimiz bosoni bo'lay. 55 ming so'm, ya'ni. 55 ming so'mga mana shu komplekt holatda chiqaveradi bu ham. Bu ham mana shunaqa. Buni ham fasoni boshqacha. Fasoni boshqacha, mahsuloti bir xil buni ham. Ikkovi bitta mahsulotdan chiqqan narsa. Bu ham neobishniy boshqacha. Xo'p, bunimiz sulton. Sulton doimgidek, haqiqiy sulton hisoblanadi bu. Bunimizni ham narxi shunaqa. 55 ming so'm shahar ichiga xudo xolasa yetkazib beramiz 55 ming so'mga mana shu ko'rinishda. Xo'p, yaxshi. Undan tashqari mana bu kolodislar uchun. Kolodislar ham har xili bor, ha. Har xil razmerda bor. 40 ga 40, 55 ga 45, 85 ga 55 motorlar uchun. Bunisi 35 ga 45. Ichkarida yana qolgan qalblarimiz ham bor. Dumaloq desa dumaloq. Har xil razmerda. Xudo xolasa ularimizdan ham bor. Yaxshi. Mana Bursatgacha akalarning nomerlari qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar, qadrli obunachilar.